Mana assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barcha ko'rayotgan akalarimizga bizlar mana she'rlarni ishlab xalos qilgandik. Albatta balandlarini va xalos qilgan edik. Shu roz pastlarini ishladik. Foreskamiz, Fransiyaga foreskamiz. Urushimizni ko'rayotganlar ko'p kamchilikda o'zimizning vatanimizga bunday narsalardan ko'p kam bor. Ammo O'zbekiston, Tojikistonga shunday narsalar bor ishlaykan. Bizlar bu yerda ishladik biroz. Ko'p qo'shray shaklga bitirdik. O'zimiz vatanga hanuz bu ishlar kelgan emas. Bu motorimiz ham balandga chiqib pastga borib kelayotganlardan shu motorning ustiga bizlar ishlaymiz. Hali bu narsalardan Eronga ham borgan emas. Xo'p, O'zbekistonga borgan. O'zbekistonda men ko'ribman. Bu ishni ko'proq O'zbekistonga ham qiladilar, ammo Afg'oniston, Eronga bu ishdan yo'q. Bu bizlarning ishimiz. Fransiyaga Forestga bizlar ishlaymiz. Xo'p. Bu motorimiz mana bu ham butun tuzatayotgan. Maydigina butun tuzatayotgancha bizlar taxtalarimiz, bunaqa vasoillarimiz lukinasi bu yerga qo'yilgan. Bu yerdan kesib o'rga borib ishlaymiz. Xo'p, hurmatli akalar, sizlardan xohishim shuki, bir like qilib himoyat qilganda yodlaringizdan chiqarmangizlar. Do'stlaringizga videolarni sharik qilingizlar. Boshqa videolarga inshaalloh sizlarni muqobillaringizga ko'p qo'shray shaklga shaharlarni ichidan ham baxayr video olib taylab Forestni bizlarga ko'rsatsalaringiz uncha ishni ham qilaman. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar, o'zlaringizga yaxshi qarangizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.